insonlar uchun eng muhim bir fazilat. O'z manfaat uchun boshqalarni qaqsoqlik qilish insoniyat axloqiga yot keladigan, intayin qamlashmagan numussiz qilmishdir. Shunga ko'nalar yog'och qozonda bir qitim osh pishidi degan. Xo'sh, hurmatli Navro'zaklar, endi ko'ngil o'ziringlar sundiqimiz itut yog'och qozonda osh pishmas. Avtori ataqliq komediya artistimiz Abdukim Kalkun, sahnada ataqliq komediya artistlarimizdan Abdukim Kalkun, Hoshur qari Abduqiyum Muhammad. Marhamat. Ha bo'ladi. Ma'qul. Maqaranglar, o xaridorlar yomon oldirtibdi. Molni vaqtida selib etinglar. Ha. Ma'qul. Ammo sifatga cho'qim kapolatlik qilmasanglar bo'lmaydi, ha? Xo'sh. Men birozdan keyin yetib boraman. Xo'sh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Salom etma. Sen o'tiringlar. Siz mushu Gullallar shirkatining bosh direktori Gullallar Jangu deymi, ha? Shundoq. Qaraganda bu odam shu naqla Gullallar xonning dali shu. O'zidak o'tirlar. Shu. Men Gullallar zavodida ishlayman. Mening ismim Gullallar xon emas. Gullallar degan bizning zavodning ismi. Ha, shundoq. Mushu zavodinglarga Gullallar degan ismni bak ism tanlab kelsizlar juma. Mushu Gullallar degan podshoning xonishi degan gap bu yoqda. Mening sho'g'anda mushu hozirgi zamonga moslashtirib, mushu Zultumning xonimi deb ism qo'ygan bo'lsa ham yaxshi bo'lar ekan. O'zi biladi. Ha, o'zi biladi. Ma'qul. Qara, bu kishining chiroyidan xuddi Gullallarnikidek par nur yog'adi ekan, ha? Qiziq gap bo'lib kelsa, bu kishi har kuni Gullallar markaliq yuz so'pini bilan yuzni yuvib, Gullallar markaliq qilib yuzmay bilan yuzni maylab turgan ekan, par qilmay nur yog'may to'pi yog'di. Shunday. Mushu yaqinda qarslar. Mus sizlarningki Gullallar shirkatining bir yurish girimlarini Onikamga sovuq qilgandim-danglar. Onikam bir hafta ishlab kelgan, mush qizdek bo'lib ketib, oloydab uyga elchi kirib qaradi. Ayda oldu qaradi. Ey! U qanchalik ishda? Mening dadikam 90 yosh kirdi. 90 yosh kirib, bir tal tishimi qolmagan odamga bizim bir yurish mushu Gullallar chipasida pagan toq, osh edim chipasini endi og'ziga egil jamonlar 32 kishi biraqlasni kelgan. Zimmasizlar. Shuni o'ylay bog'i, U odam hozir shu urib 3 kishini qat chaqib meg'zniyati. Kulib ketdi, qara. Efendiler, yomon qiziq gap qiladi ekansizlar. Voy? Yo'q. Biz qiziq gap qilmadik, biz rost gap qilyapmiz, rost. Ha, biz qiziq gap qilmadik efendim. Biz amaliy pokit so'zlarimiz. Shunday. Xo'sh, bugun meni izlab kelishingizda biror ishinglar bormi-ku? Endi boshqa ish yo'q, qarslarda. Anglasak, mushu sizning shirkat Shinjongdagi dunyo bo'yicha eng cho'ng shirkat ekan, ha? Zavod shunda. Shundoq. Bizning zavodimiz dunyo bo'yicha eng cho'ng zavod bo'lmasa-mu, mahsulotlarni o'zimiz bir qo'lliq ishlab chiqaryapmiz. Men anglashimcha, sizlar shu zavodinglarga ichkirdinalik mahsulotlarni yo'tkab ekilib, ularni men Shinjongga kelgandiki, uning qab yasab, musulmoncha degan xatni choplab qo'yib, xalqlarni oldirmaydi ekansizlar. Shunday. Biz pokiz, ishonchli, halol xom ashyolarni ishlatib, mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Mana, rost gap qildi. Mushularning girim buyumlarini ma'qul. Shunchalik isil pokiz mahsulotki, hatto yesin bo'ladi. Etgan rasman. Bularning aliqi yuzmaydim bir qutini echib, etganlik nashtudan nonni sukatsiz yegandim, qaymoqni tatib ketib ha? Agar bularning ustunlari bilan aytgancha aytadigan bo'lsam, chaqchig'inglar sal eshib ketdi-ku deyman. Yo'q, chaqchaqmidi? Bizning Gullallar zavodi asosan biz pardoz buyumi ishlaymiz. Bu pardoz buyumini yig'il olmaydi. Biz musulmonchilar xit olganki, yavrib chiqaramiz.
Eşim bo'lmaydi, eşim bo'lmaydi. Biz gapiramiz. Qarang. Anlasak yana bir shunday bir esil gapni angladik. Bu sizning sheriktinglar 300 ming odamni ish qo'rlashtirib, savobli ish qilibsizlar, ha? 300 ming emas. 1-200 odamni ishga o'rinlashtirdik. Bu mu cho'mish? Kelgusida taraqqiy qilib qolsak, 300-400 ming odamni ishga o'rinlashtirish orzuyimiz bor. Mana bu yuksak orzuning o'zi necha million odamni ishga o'rinlashtirgandan barobar degan gap bor. Esil ish bu. Endi esil ish bu. Efendiler, mening biroz ishim bor. Gapinglar bo'lsa, uchiq da'vatsan. Endi boshqa gap yo'q. Rost gapni qilsak, bu ishimiz yaqinda quriladigan yer shari e'lon san'at shirkatining direktorlari bo'lamiz. Endi mushu sizning xizmatchi. Bu shirkatlarning nomini anglab, alohida ziyorat qilib keldik, shundaymi? Shunda. Agar biz mushu pulni chiqishib qolsak, sizlarning zavodni bir tashviq qilmoqchi. Shunda. Qarang. Mushu hozirgi bu dunyo raqobat dunyosi. Shuning uchun biz mahsulot ishlashdan mahsulotni tashviq qilganimiz yaxshiroq. Shunda mush tashviq muhim. Qaraganda mushda qarsak, sizning bu zavodning mush tashviq ishlari sal ajlab qolgandek qildi. Shuni biz qalliqqa turib, sizlarning zavodning tashviqotini biroqni ko'tarib o'taylik deb o'ylab keldik. To'p qo'shaylik keldik. Yaxshi ko'ngilinglarga rahmat. Yaxshi ko'ngilinglarga. O'tiray. Biz zavodimizga mahsulotning sifati bilan bo'lib ketib, e'lon tashviqot ishlariga ancha ko'ngil bo'lmagan bo'lsak kerak. Mana. Men o'ylagandek ish bo'ldi. Bunda qilsak bo'lmaydi. Bu 21-asr. Shuning uchun biz inovatga pul xarjlab, mablag' solmasak, jamiyatning oxiri qolamiz. Shu. Mana mushundaq deb ustozimiz bizga o'rgatgan. Biz keng xaridorlarning bizni nazorat qilishini, ham sizlarning yo'l ko'rsatishinglarga muhtoj. Endi rost gapni qilsak. Mana bu ishimiz 2 yildan ortiq qalliqqa turib, sizlarning sheriklaringiz uchun davr bo'lg'uch bir e'lon san'at ishlab keldik. Shundaymi? Rost gap qilsak, biz sizni boy qilmoqchi. Boy qilib o'tmoqchi. Yaxshi bo'pti. Bu intayin yaxshi bo'pti. Sizlarning plan loyihalarni bir ko'rib baqsam bo'ladimi? Buni ko'rsak bo'ladi, lekin endi oldi bilan bahosini kelishib olsak bo'ladimi deyman. Chunki hisoblik do'st ayrilmas degan gap emas, shundaymi? Tamoman to'g'ri. Chunki tamoman to'g'ri. Shunday. Tamoman to'g'ri. Agar sizlarning taklifinglarni bizning zavodimiz qabul qilib qolsa, bu jihatdan sizlarni xotirjam qilamiz. Buningdan ansirmasanglar ham bo'ladi. Asta, bizning bu taz nishidin ta'limimiz yo'q-da. Bu baykamning o'zini bir qilamdik-ya. Shunda qanday qilsak bo'ladi? O'zimizning ish emasmi? Ha? O'zimizning ish. Bo'pti, anglab baqsin. Undan saqlang, ha? Anglab baqsin. Boshlandik. Boshla. To'xta. Ha? Muzika. Taran tararararan Çiş pasti. Misli altın kılıdı. Tuğumu serik kişilerin bu pastıda külüdü. Çiş pasti. Namın her yan gitidu. Bir talçın bulmasa, zusan min tal çıkıdı. Makraklarının kısım güllerle çiş. Bu tish pastasi, ma tishni asraydi, o tish chiqamaydi. Bu bak muballig'a bo'lib ketibdi-mi qanda? Qarang, hozir qapoq pul emas, barang pul. Shundoq. Bizga ustozimiz aqlli odamlar mushu barangni pul qila oladi deb o'rgatgan. Boshqa loyihalar bo'lsanglar qol. Yana ikkinchi chash. Ikkinchi qaysi? Chash. Diqqat qilamiz, boshla. Turar beshim paqrab, may qapoqning cho'ngidek. Bu so'pinni ishlasan, chiqar chash qo'y jo'ngidek. İşletkin bu so'pinni, yo'q qeshinga qosh chiqar. Shirilgidek sap qaz beshinga, kirpidek jichoq chiqar. Haynak başının qo'yasi, gullarla chash so'pini. Bulandiki? Ma lavsuruq haqida planinglar yo'qmi? Bor.
Bal der surak kıdın ba. Var mı? Lersurak? Anlat. Lersurak. Kıt üçüncü. Üçüncü. Ha? Kıpkızıl gül hunçisi kışlı mı yaz kaladı. Doğruday kalpik bolsan mı lersurak saz kaladı. Ülük sürse lersuruk kündü körgün kilidi. Eciyip kelse aldınga mыңlı söygün kilidi. Tariklar cınnımı güllerler sorki. Bu mu bana be? Bulandı ki. Bu muğu. Bu hemmeni bu şiir koşakta kılmay. Mandak bir 2 aylık ilan layığına yok mu? Hikayelik. Hikayelik'in anını uçma. Ha? Rakat kılıp bakma lan. Hikayelik. Ha, hikayelik. Erke. Hikayelik. Başla. Spasti almasan yak. Erke dedim Ha, ya. hikayelik. Spasti seteval kündüz olsan koramaz. Akilt balanını söysen ağzın kuramaz. De, şuyume. Spasti almasan ağzın kurak çaçıdı. Akilt balanını söysen jırak kaçıdı. Ya, şuymeyme, şişkin. Şuymeyme. Yani bu şarda balı büyüştün kupa dedi. Tağ mı tağ, bağ mı bağ, bederi kaçıdı. Bada balını koğlaydı. Şu çağda ana bir taksının şirketinlerinin pastisini iyilik tayfattırdı. Vuy, dadısı, şımızı çötkülelim. Asman çıkıyor atkan bu pastini dadı kapı tuttu da ağzını çötkülaydı. Bunu köygen balışı ağzısı örülüp dadısıga tek etilip baradı. Oğlum! Da. İnatlıkның elçi, güllerle çiş pastı. Bana hikaye diyen bana. Ha buldu da. Yeni bu, yeni. Hey. İntay yeni. Bu çiş pastısının eğizini kuşpurak kılıdığını o rast. Ama bu büyüştüki balının ornudan ders durup tağ bağ jügegini bu bek mo balık olup ketipti. Mandak emelirak bir iş kılmamsızlar. Fantaziyelik hikaye. Mala bu. Bu degen ilan. İlan olsun biraz emeliyatka uygun buluş gerekti. Başkalar ayağınla oz körp bakay. Ha. Yaxşısı girin buyumlar hakkıda bolsun. Yerin buyumları mı? Ha. Yerin? Ha buludu ha. Yerin buyumları başlayın ha. Akşam değişken. Ha buludu. Akşam değişti koy. Urne. Urni haşamatlı bir uyuzultuzluk mihmanız. Tazlık uyda kelişken bir jigit sıranın pastanlarda çini gaç jüydü. Onun çişleri lap akırdı. Jigit ayna kişinde karaydı da meyğida külüp koyup zalga çıkıdı. Zalda 18 yaşlı çıraylık bir kız, paridek bir kız, hiç kim karmay, mağrur olturdu. Jigit kızını görüp, jürkiye lappıdı o tutuşunda, kızının keşiği tanrısı oynaşın mağadı. Tarak. Merhamet. Siz konu güzel ekensiz. Maqtağınızga rahmet. Yüzleriniz hulcunu almışırak. Yüzleriniz şırmanlandek bakırak. Şoxlıdek kızıl. Tulun aydek nuran iken. Raskaplık etsem ben sizni bir görüp aşık olup kaldım. Sizin layıkınız var mı? Yok. Ülüp ketdi. O kaça ülüp etken? Sonra öğrensi ülüp ketdi. Nasıl da yaxşı oldu. İnta yaxşı oldu. Daha aşkımız toy kılaylı bulamdı. Bulmasmıken yakında ketip kalışım mümkün. Nege? Ali mektep gitemsiz? O dünyaya. Bu edepsizlik olsun soraysız kaç yaş kırdınız? 72 girdim. Nime? Bugün mening en küçük nevremning sünnet to'yi. Qarsam siz alayda kelib meni taklif qilgandingiz, muhim gap o'xshaydi deb qo'pdim balam. Her gün senmemezsin. 70 yaş çıkan kere kandak oğlumdan çıraylık tuttunuz. Ben senmemem. İşinin balam. Çünkü men her günü güllerle girim boyumlarını işletim.
Mumaylarni qilsalar, gullarlar girim buyurdi. Qanday ma'lumotga? Qanday? Bo'ladiki. Maylarmi bo'lar? Ey, Bo'lmasin bo'lmaydi. abi hikoya to'qi desa, mushundaqmi to'qimsizlar? Ha? Ey, bizning 70 yosh kirgan opillarimiz, mo'minlarimiz nada girim qiladi? Bo'ldi qilinglar, bo'ldi qilinglar. Qarang, ma bu degan, ma qarang, ma. Bo'ldi. Yana bir sira. Naqshla. Voy, bo'ldi. Yana. Boshla. Boshlandı. Boshlaydi. Sopini yo sopini, güllerle sopini. Kılıvitar akterlik, nigirlarının yüzüne. Toplarını şahisen, Rab kıldık ettimu. İşletinla ey dostlar, ayıklar o settimu. Sopini, güllerle yüz sopini. Güllerle yüz sopini. Güllerle yüz sopini. İşkinlarmi tepinlar, sakçpezler topunu. Sakçpezler topunu. Ahir o'zgartirib aytdingiz, bunda emas u. Ey, bu bizning shirkimiz sizlar degandek bundaq ko'ptirma, yolg'on ilonlar bilan xaridorlarni aldashni numus deb bilamiz. Biz ma o'zimizning markasini qo'g'dimisak bo'lmaydi. U numus deb bilsanglar, boshqa marka almashtirib ishlatmayapsizlar. Shundaymi? O'xshash bir mahsulotga markalarni almashtirib qo'yapti. Setaverdi ekan qo'ya. Uchiq qo'mda adam. O'zining mahsulotiga ishonchi yo'qlar, kunda bir marka almashtirib, ma xalqimizni aldayapti. Anchiki maqtab qo'ysak bu odam mas'uliyatiga ishonchim yo'qmi nimda xapalaydi odamga? Shu, yuriki pok o'xshaydi. Shu. Sizlar obdan quloq solib anglab qilinglar. Bizning gullallar zavodimiz ishlab chiqargan mahsulotni xalqimiz yoqtirg'achqa, hozirgacha ularning ishonchiga erishib kelyapti. Bizning girim buyumlarimiz hargiz paynakvashga chach chiqamaydi, tomoqqa tish chiqamaydi, o'likni tirildirolmaydi. Samimiy bo'lish, amaliyatchil bo'lish bizning shirkitimizning mezoni. Qaraganda siz pul topolmag'daksiz. Mana inovatga mablag' solmagan odam aman vayron bo'ldi. Vayron bo'ldi. Rostchillar aman gullanadi, soqchipazlar aman shallanadi. Shunga biz taraqqiy qilaveramiz. Taraqqiy qilaveramiz. Rast gap qilib taraqqiy qilaveramda, bayroq qilaveramda, nom chiqaramda. Hargizmi bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi. Sizga deb qo'yay. Ha? Aqlliklar shallanmaydi. Rast gap qiladigan sadda do'tlar shallanadi sizga deb qo'yay, ha? Nayt to'g'ri dedingiz. Undaq bo'lsa, men sizlarni shalladim. Shalladim. Bizning shirkitimiz ham xalq sizlardek soqchipazlarni shallaydi. Ha, rostchillarni tanlaydi. Efendiler, mening ishim bordi. To'liq meni avar qilmay, eshiginglar to'q bo'lsa, eshik ana oyoqda. Marhamat. Qanday gap bu? Shazgikaga mehmonni qo'g'laydigan juhudgina ana juhud. Juhud? Ha? Juhudmi? Juhud. Ben juhudken. To'g'ri. Juhud. Hey, mushuni vaqo. Mush halol haram masalasida buni chatak va'da turdi meningda. To'g'ri. Biz buningki mushtardan tutib turib, biroq ses ketaylik. Sestayli, to'g'ri. Sestayli. Odam. Bu vaqo. Mush maylarga ishning meni ishlatadigandak turdi. Men boya bir ishni so'yayotganini ko'rganda qildim. Ko'rganda qanday ko'rding, ahmoq? Ko'rdim, to'g'ri. Biz bu maylarga ishning meni qo'shidi deb, bu aldamchini xalq olamiga oshkor qilib, rast juhud qilib ketaylik. Bo'lamda? İşini hem başlayırsa. Ahmak dalasak 10 adamın töt işesi bu. Galiba. Şunda mı? Voy. Bu sizlar tekip ama. Biz sizlar qo'shilishib olaylikmi deb turdik. Siz sizlar be, vidolashib olib qaytildi deb. Ha, boy qo'shlashtirimiz hisob bo'lmabdi-da. Anda qo'sh. Qo'shma? Qo'sh. Ko'rimiz tekin. Xo'sh. Ko'rdik. Xo'sh. Qo'sh. Sopini, ishga qo'shgan 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 sopini. Nuruz geldi bahar geldi.